Birinchi qo'l ekonom pechkalar, hoka garilkalar chiqarishni boshladik. Xudo xolasa ekonom pechkalarimiz tayyor. Holatlari mashq holatlarda mana. Listlari 208, 2li listlarda bo'lyapti. Hoka garilkamiz ham juda qalin, baquvvat holatda mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Behijolat imkon darajasida mana pechkalarimiz. Pechkalarimiz qulayliklari mana qisqich. Mana bunisi yana kuldon, havo tortqichlar. Hammasi mana shoflar ichkaridan vart bo'ladi. Tutamaydi, xudo xolasa, behijolat. Yopib ko'rsatib beramiz. Mana bu ikkinchi pechkamiz mana. Mashq holatda. Mana sizlarga qulay bo'lish uchun ikki kishi joylashtirib olgungacha bo'lgan masofa uchun mana soplar. Oyoqlari polos teshib qo'ymaydi, gilomlar teshmaydi. Zarar keltirmaydi ortiqcha. Mana bu holat ham mana. Ruchkalar tepaga qilinganda ochiladi, pastda mana mashq holatda qisib ushlaydi, tutamaydi, xudo xolasa. Bunda ham mana havo tortgich. Buni qulayligi mana kuli o'zida qoladi. Qiymatda mana havo ligrovkasini baqa yangilik qo'ydik, mana xudo xolasa mashindan havo ligrovka qilinaveradi. Behijolat. Shunday yopasiz. O'zining holatiga sal baland yoqaman desangiz mana bu holatda bo'ladigan narsalar. Mana bu yerda suvarka nima deyapti? Suvarka kantashning o'zimiz kempi apparatimiz mana qo'l mehnat. Maska har doimgidek kempi apparatimiz. Behijolat kelaverasizlar. Nomerlarimiz mana 91 650 88 13, 90 583 88 13. Aloqaga chiqaverasizlar.